Istalgan narsani 10 barobar tezroq qanday o'rganish mumkin? Biror narsani tezroq va uzoq vaqt eslab qolib o'rganishni xohlaysizmi? Unda mana bu 5 ta usulni sinab ko'ring. Birinchisi Pareto qoidasi. Natijaning 80% ko'pincha 20% eng muhim bilimlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun avval asosiy tushunchalarni o'rganing, mayda detallarni keyinga qoldiring. Ikkinchisi Feynman usuli. O'rgangan mavzungizni xuddi 12 yoshli bolaga tushuntirayotgandek qilib, oddiy so'zlar bilan tushuntirib bering. Tushuntira olmayotgan joyingiz bu siz hali yaxshi tushunmagan joyingizdir. Uchinchisi aktiv eslash. Kitobni qayta o'qish o'rniga kitobni shartta yoping va o'zingizga savol bering. Hozir men nimani o'qidim va nimalar esimda qoldi? To'rtinchisi oraliq takrorlash. Ma'lumotni bir kunda 10 marta emas, vaqt oralig'ini uzaytirib takrorlang.